Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamızda başlayımız. Leksiyada Sıdgacı Rozi, Washington'dan sözdeyimiz. Leksiyelerimizin mavzusu bunda. Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin, Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi saylangan prezidenti Trampga yangi yilni tabriklab, telegram avatdi. Prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin ikki davlat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasining munosabatini yaxshilaydiganligini bildirdi. Mavzuli xabar 12 ayning 30-kun Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi saylangan prezidenti Trampga yangi yil tabrik telegramması avatib, ikki davlatning kelgusi munosabatlarini muqimlashtirdi. Sputnik News xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Sputnik News xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Kreml saroyi mundaq bildirdi. Prezident Vladimir Putin, Prezident Trump ve bütün Amerika xalqini yangi yil munosabati bilan tabriklab, Amerika Qo'shma Shtatlarining tinch va gullanishini umid qildi. O'xshashli yaqin arada vazifadan qoladigan Prezident Obamani va uning oilasi yangi yil munosabati bilan tabriklab, Rossiya bosh elchi xodimlarining chegaradan qo'g'lab chiqarilganligidan ko'p afsuslanadiganligini ahırda qo'shib qo'ydi. Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin, Amerikada yangi saylangan prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi munosabatining mohiyatlik ilgirilishini umid qildi. Prezident Trump Amerikaning embargo siyosati o'ch olmagan prezident Vladimir Putinning madilida mavzuli xabar yuqori xabarga qo'shimcha 12 ayning 30-kun Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo xabarlari tor betining 12 ayning 30-kun tarqatgan Rossiya to'g'risidagi xabarlarga asoslanganda, Rossiya prezidenti Vladimir Putin 30-kuni mundaq ko'rsatgan. Rossiya Amerika diplomatlarini qo'g'lab chiqarib atmaydi. Rossiya taraf huquqini saqlab qoladi. Prezident Vladimir Putin mundaq ko'rsatdi. Rossiya taraf navbatdagi Amerika hukumatining do'stona bo'lmagan bir maydon harakat qo'llanganligini, Amerika Rossiya munosabatiga davomli buzg'unchilik o'ringanlik deb qaraydi. Xalqaro qoidalarga asoslangan asli Rossiya Amerikaga javob qaytarishga to'liq asosliq edi. Lekin Amerikada yangi saylangan prezident Trumpning qanday siyosat qo'llanishi qaraymiz dedi prezident Vladimir Putin. Kreml saroyi axborot tarqatib mundaq ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putin Amerika xalqini va yangi saylangan prezident Trumpni yangi yil munosabati bilan tabrikladi. Hamda Amerikaning Rossiya turishliq diplomat amaldorlarini Kreml saroyiga va ularning bola chaqinlarini Kreml saroyiga taklif qilib, yangi yil kechiligi o'tkazib berdi. Bloomberg agentliği Zippert to'g'ri blogida muxbir bayqadiki, Prezident Trump Twitter'da fikr e'lon qilib, Prezident Vladimir Putinning qarori nima deyiladi? Hamda men bilaman. Prezident Vladimir Putin bak aqlli dedi. Rossiya Sunniy Hamra torbeti 31-kuni xabar e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Rossiya turishliq sobiq bosh elchisi Viktor Mexviller Prezident Vladimir Putinning Amerika diplomatlarini Rossiyadan qo'g'lab chiqarib, Washingtondan o'ch olmay, aksicha ularga to'g'ri muomala qilganligini qarshi oldi. Men Prezident Vladimir Putinning Amerika diplomatlarini qo'g'lab chiqarish qarori olmaganligini qarshi olaman. Hozir bu kishi Amerika Stanford universitetida o'qituvchi bo'lib ishlayapti. Demek Amerika Qo'shma Shtatlarining Rossiyada turishliq sobiq elchisi.
Hazır gap nimede bulup desiniz, yakından bir görüp atsız. Prezident Obama'nın Rossiyani embargo qilish siyosati va shundaq Rossiya diplomatlarini Amerikadan qo'g'lab chiqarishi, uning aksi Prezident Vladimir Putinning buning aksi bir yo'l tutib, to'g'ri axloqiy nuqtada baho berib turib, andan keyin yangi saylangan Prezident Trumpning hokimiyat beshiga kelishini, vazifa o'tkazib, qasam berib, vazifa o'tkazib elishini. Shuningdan keyin nimani umid qilyapti Rossiya prezidenti Vladimir Putin Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasining munosabatini yaxshilash, balki asli keltirishni ta'kidlayapti. Bu bugungi kunda bizning Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasining munosabati, bugundan boshlangan munosabati, yaxshilash to'g'risida munosabatni yaxshilash to'g'risidagi ikki nafar prezidentning arzulari bundan keyin biz sizga so'zlaydigan leksiyaning asosli temasi bo'ldi. Shunga mushundaq muomala qilishingizni umid qilaman. Andan keyin men o'tgan so'zlagan leksiyalar to'g'risida vatandishim Turan apandi yaxshi tahlil qilibsiz. Shundaq Ukraina degan masalalar shu qatordagi masalalardir. Shuning esingizda bo'lsinki, 19-asrning 1830-yillarning oldi kaynida Afg'oniston masalasi Iran, Rossiya, Angliya, yani Hindistondagi Britaniyaning o'rtasidagi masala bo'lib qolgan. Shu vaqtda Iran bilan Rossiya birlashib, Angliyani Afg'onistondan siqib chiqadi, qo'g'lab chiqadi. Shu kunlarda Angliyaning podshosi Elizabet xonim nima dedi? Chiqinglar, qaytib chiqinglar, Afg'onistondan chiqib ketinglar. Biz yana qaytib boramiz. Rossiyaning beshidagi saltanat toji yerga tushganda biz Angliyaliklar Afg'onistonga qaytib kelamiz degan edi. Taxminan 170 yil o'tgandan keyin haqiqatan Kreml sarayida kommunizm yemirildi. Gorbachev Rus xalqi o'zi yemirib tashladi deylar. Shundan keyin endi saltanat toji yerga tushganda Amerika Qo'shma Shtatlarining qudratli armiyasi bilan birga Angliyaning armiyasi Afg'onistonga kirib keldi. Vaziyat ana shunday. Bugun Kissinger nima deydi? Demak, Ashuraylarni yoki Rossiyaning sobiq sovetlarning ayni chog'dagi ta'sir doirasini e'tirof qilish, badiliga Rossiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabatini yaxshilash shundaqlar. Dunyoda faqat ikkili qutb bo'lish. Ikkili qutb bo'lganda dunyo tinchligini kapolat qilg'ili bo'ladi demakchi. Sizning tahlilingiz to'g'ri va tanishim, yana texmi ilgirlagan holda tahlil qilishingizni qo'shilaman.